Assalomu alaykum. Bugungi leksiyamiz mavzusi tabiiy resurslardan oqilona foydalanish. Darsimizning rejasi tabiiy resurs nima, tabiiy resurslardan foydalanishning yo'nalishlari, tabiiy resurslardan foydalanishning shakllari, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish tamoyillari. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning asosiy yo'nalishi tabiatdan foydalanish. Bu inson tomonidan o'zining hayot faoliyati uchun tabiatdan oladigan modda va energiyadir. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning asosiy shakllari. Inson tabiat resurslarini o'zlashtirishning asosan 4 ta shakli mavjud. Hayot faoliyatini ta'minlash, xo'jalik iqtisodiy hojatlar uchun sog'lomlashtirish hamda madaniy. Shulardan eng muhimi bu albatta hayot faoliyatini ta'minlashdan iborat bo'lib, nafas olish uchun havo zarur, ichish uchun suv kerak, o'simlik va hayvonot dunyosi esa uning yemishini ta'minlash uchun zarur. Xo'jalik iqtisodiy shakli ham inson uchun iste'mol uchun zarurati uchun bo'lib, iqtisodiy muassasalar, zavodlar, fabrikalar, qishloq xo'jalik korxonalari odamlar uchun kunlik hojat uchun mahsulot ishlab chiqaradi. Albatta, bunda tabiiy resurslardan foydalanadi. Sog'lomlashtirish uchun ishlatiladi. Sog'lomlashtirish shakli tabiiy resurslardan foydalangan holda inson o'zining salomatligi uchun tabiatdan tabiiy boyliklarni oladi. Masalan, davolanish uchun balchiq, ichish uchun masalan mineral suvlar, davolanish uchun havosi toza bo'lgan tog'larga chiqish, mineral suvlar va buloqlar. Bular albatta hammasi tabiiy boylik hisoblanadi. Inson lekin o'zining sog'lomlashtirish maqsadida bularni ekspluatatsiya qiladi. Madaniy shakli inson tabiat go'zalligidan foydalanadi. Zavq olish uchun, masalan, o'zini madaniy hordiq chiqarish uchun talablarni qondiradi. Albatta, inson ishlab faoliyat yuritgandan keyin uni hatto dam olishi, sog'lomligini tiklashi, hatto konstitutsiyamizga ham kiritilgan. Shuning uchun tabiiy boyliklarni ekspluatatsiya qiladi, o'zini sog'lomlashtirish hamda madaniy hordiq chiqarishi uchun ham. Tabiatdan foydalanish quyidagilarni o'z ichiga oladi. Tabiiy resurslarni muhofaza qilish, tiklash va qayta ishlab chiqarish hamda ularni qayta ishlash, tabiiy tizimlarning ekologik muvozanatini saqlash, tiklash va ratsional o'zgartirish. Insonning ko'payishi va aholining sonini tartibga solish. Masalan, Xitoy, Hindiston, Osiyo ba'zi mamlakatlarida aholini tartibga solish rejalari ishlab chiqilgan. Tabiatdan foydalanish ratsional va noratsional bo'lishi mumkin. Albatta, noratsional bo'lgan paytda inson o'zini resurslarini, o'zini hayoti uchun, xo'jalik uchun foydalanayotganda uni tartibga solmaydi. Qayta tiklanadigan, tiklanmaydigan resurslarni inobatga olmaydi. O'shaning oqibatida juda ham zararli oqibatlar kelib chiqadi. Suvlarning ifloslanishi, tuproqlarning qayta tiklanmasligi, o'rmonlarning yo'q bo'lib ketishi, bioxilma-xillikning kamayishi, hayvonot dunyosining, o'simliklar dunyosining kamayib ketishi buning noratsional foydalanish natijasidan kelib chiqadi. Mana ko'rib turibmiz insonni faoliyati natijasida qanchalik darajaga kelib qolganligini. Endi ratsional foydalanish. Ratsional foydalanganda albatta resurslarni o'zini ichki imkoniyatini, ularni o'zini tiklash qobiliyatini asragan holda, planli, rejali holda foydalanish bu ratsional foydalanish hisoblanadi. Tabiatdan oqilona foydalanish tamoyillari. Tabiatdan oqilona foydalanishning bir necha tamoyillari bor. Bu yerda ba'zilarini ko'rib chiqamiz. Masalan, barqaror foydalanish tamoyili. Tabiiy resurslardan shunday foydalanish kerakki, ularning zaxirasi va ekotizimlarni tiklash qobiliyati buzilmasligi kerak. Ikkinchisi, oqilona foydalanish tamoyili. Resurslardan ilmiy asoslangan, iqtisodiy jihatdan samarali va ekologik xavfsiz usullardan foydalanish, masalan, suvni tejovchi tizimlarni joriy qilish,
Ekologik mas'uliyat tamoyili. Har bir korxona, tashkilot yoki fuqaro yetkazilgan zarar uchun javobgar bo'lishi lozim. Tabiat resurslarini tiklanishini ta'minlash tamoyili. Foydalangan resurslar, yer, suv, o'rmon va boshqalar qayta tiklash uchun choralar ko'rish. Masalan, suv manbalarini muhofaza qilish, degradatsiyaga uchragan yerlarni rekultivatsiya qilish. 5-inchisi kompleks foydalanish tamoyili. Bir hudud yoki resursdan foydalanganda barcha tabiiy komponentlarni, yer, suv, tuproq, o'simlik, hayvonot dunyosini birgalikda bitta tizim ekanligini hisobga olgan holda foydalanish. Keyingisi ilmiy asoslangan boshqaruv tamoyili. Tabiatdan foydalanish to'g'risidagi qarorlarni ilmiy tadqiqotlar, monitoring va ekologik baholar asosida qabul qilinishi zarurligi. Xalqaro hamkorlik tamoyili. Tabiat muhofazasi chegara bilmas. Chunki tabiat hamma joyda bu boshqa respublika, bu boshqa viloyat deb qarab o'tirmaydi. U chegara bilmaydi. Shuning uchun ham xalqaro hamkorlikda tabiatni asrash bu eng muhim masalalardan bittasi. Masalan, transchegaraviy daryolarni muhofaza qilish bo'yicha shartnomalar tuzilishi kerak. Endi xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki, tabiatdagi resurslarimiz hammasi ham tiklanadigan emas, tugaydigan, tugamaydigan resurslar bor, tiklanadigan, tiklanmaydigan resurslar bor. Shularni inobatga olgan holda hammasini bitta tizim holda tushunib, suvga masalan zarar yetkazsak, albatta u tuproqqa zarari bor. Hayvonot dunyosiga, o'simliklarni xilma-xilligiga, hatto insonlarning salomatligi, hayot faoliyatini yuritishi uchun ham zarar bor. Tuproq ham xuddi shunday, hayvonot dunyosi, o'simlik har bittasi bitta tizim sifatida qaralib, tabiatdan oqilona, ratsional foydalanish kerak hamda doimiy monitoringlar olib borish kerak. Tuproq qay ahvolda, suv qay ahvolda, hayvonot, o'simlik dunyosi qanaqa, shularni inobatga olgan holda doimiy monitoring olib borib, uni tahlil qilib, kelajakka prognoz berib, shularni inobatga olgan holda biz qarorlar qabul qilishimiz kerak hamda foydalanishni yo'lga qo'yishimiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.